Bu amerikalik ona o'z farzandlarida shlem terapiyani tajribadan o'tkazib, butun dunyoga natijani isbotladi. Avvaliga u farzandini boshidagi kichkina o'zgarishlarni oddiy deb o'yladi. O'zi o'tib ketadi deb befarqlik qildi. Lekin har kuni qarab borar ekan, bosh shakli kundan kunga qiyshayib borayotganini sezdi. Shunda u jiddiy xavotirga tushdi. Chunki bu oddiy holat emas edi. Bu asimetrik braxitsefaliya, ya'ni bolani bosh deformatsiyasi. U butun dunyo ota-onalari foydalanadigan shlem terapiyani o'z farzandlarida boshladi. Bu shlem boshni siqmaydi, og'ritmaydi. Faqatgina bolani bosh o'sishini to'g'ri yo'naltiradi. Kuniga 23 soat taqiladi. Har kuni 1 soatga yechib, natijalarni ota-onalar bilan bo'lishdi. Bir necha oy ichida farq ko'rinib, u shlem terapiyani hamma ota-onalarga tavsiya qildi. Bu usul faqat Amerikada emas, biz jamoamiz bilan shlem terapiyani O'zbekistonga olib kirdik. Hozirgacha biz mingdan ortiq turli xil ko'rinishdagi bosh deformatsiyali bolalarga professional yordam berib kelyapmiz. Klinikamiz manzili Toshkent shahrida, aniq manzilni profilimiz aktualniysida olsangiz bo'ladi. Bu shlem terapiya narxi taxminan 16 milliondan 24 million so'mgacha bo'ladi. Bundan tashqari bo'lib to'lashga ham imkoni bor. Agar sizni ham farzandingiz kelajakda sog'lom va chiroyli inson bo'lishini xohlasangiz, Neo Center klinikamizga murojaat qiling.